Bugun men sizlar bilan juda muhim masalani ochiq va tushunarli qilib gaplashaman. Kimning pensiyasi oshadi, kimning pensiyasi oshmaydi? Standart yoshga doir to'lovlar deganda nimani tushunish kerak va nega ayrim pensionerlar hammaniki o'sha lekin meniki o'zgarmadi deb hayron bo'lib qoladi. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner bor yoki yaqin yillarda pensiyaga chiqadigan inson bor. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va like bosing. Chunki bunday mavzularda bitta noto'g'ri tushuncha odamni oyma-oy puldan mahrum qilishi mumkin. Men bugun murakkab qonuniy iboralarni oddiy tilda tushuntiraman. Maqsadim sizni qo'rqitish emas, balki aniq yo'l ko'rsatish. Pensiya oshishi nimaga bog'liq? Standart yosh to'lovi kimlarga beriladi? Qaysi holatda oshirish avtomatik bo'lmaydi? Qachon pensiya jamg'armasiga borib ariza yozish kerak va qaysi hujjatlarni oldindan tayyorlab qo'yish zarur? Avval vaziyat qanday edi? Ko'pchilik pensionerlar pensiya miqdori oshishi haqida eshitishi bilan, demak, keyingi oy kartamga ko'proq pul tushadi deb o'ylardi. Ayrim hollarda bu to'g'ri. Masalan, davlat tomonidan pensiyalar va nafaqalar miqdori indeksatsiya qilinsa, ya'ni umumiy oshirish bo'lsa, ko'pchilikning to'lovi avtomatik ko'tariladi. Bunda odatda odamning alohida ariza berishi talab qilinmaydi. Tizimdagi ma'lumot asosida hisob-kitob qilinadi. Lekin amaliyotda bir muammo bor. Hamma to'lovlar bir xil tartibda oshmaydi. Pensiya bilan nafaqa, yoshga doir pensiya bilan yoshga doir nafaqa. Ish staji asosidagi pensiya bilan minimal to'lov. Ustama bilan kompensatsiya bir-biridan farq qiladi. Oddiy odam uchun bularning hammasi pensiya bo'lib ko'rinadi. Lekin hisob-kitobda har birining qoidasi boshqa. Hozirgi o'zgarish shundaki, aholiga to'lanadigan standart yosh to'lovlari, minimal miqdorlar, bazaviy hisoblashga bog'liq yoki qat'iy belgilangan summalar ko'paytirilganda ayrim toifalarda real oshish seziladi. Ayrimlarda esa umuman sezilmasligi mumkin. Chunki odamning oladigan umumiy puli bir nechta qismdan iborat bo'lishi mumkin. Asosiy pensiya, qo'shimcha to'lov, kam ta'minlanganlik bo'yicha yordam, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov, kompensatsiya, ayrim hollarda esa oldingi qarzdorlik ushlab qolinishi. Eng ko'p uchraydigan xatolik shuki, odam televideniyada yoki internetda pensiyalar falon foizga oshadi degan gapni eshitadi. Lekin u o'z to'lovi aslida pensiya emas, yoshga doir nafaqa ekanini bilmaydi. Yoki uning pensiyasi allaqachon minimal kafolatlangan miqdorgacha yetkazib qo'yilgan bo'ladi. Oshish esa faqat bazaviy qismga ta'sir qiladi. Yakuniy summa esa o'zgarmay qolishi mumkin. Shu sababli men bugun kim xavotir olishi kerak, kim esa xotirjam bo'lishi mumkinligini alohida tushuntiraman. Birinchi navbatda pensiya bilan nafaqani farqlab olaylik. Yoshga doir pensiya odatda ish staji va sug'urta badallari, rasmiy ish haqi, mehnat faoliyati davomiyligi asosida belgilanadi. Ya'ni inson yillar davomida rasmiy ishlagan, uning nomiga mehnat daftarchasida yozuvlar bo'lgan, ish beruvchi tegishli to'lovlarni amalga oshirgan bo'lsa, pensiya hisoblanadi. Yoshga doir nafaqa esa ko'pincha yetarli ish stajiga ega bo'lmagan, lekin qonunda belgilangan yoshga yetgan fuqarolarga tayinlanadigan ijtimoiy to'lov sifatida tushuniladi. Bu to'lovning mohiyati boshqacha. U insonning avvalgi ish haqi va stajiga to'liq bog'lanmasligi mumkin. Balki davlat tomonidan kafolatlangan minimal ijtimoiy yordam sifatida belgilanadi. Masalan, Akmal aka 63 yoshga to'lgan, 28 yil rasmiy ish stajiga ega. U zavodda ishlagan, keyin tashkilotda qorovul bo'lgan, hammasi mehnat daftarchasida bor. Uning pensiyasi hisoblanganda o'rtacha ish haqi, staji, mavjud imtiyozli davrlari inobatga olinadi. Agar umumiy pensiya oshirilsa, Akmal akaning pensiyasi ham odatda tegishli tartibda qayta hisoblanadi. Endi boshqa misol. Mahbuba opa olim yoshga to'lgan, lekin rasmiy ish staji juda kam, masalan 5 yil. Qolgan yillarda uyda farzand tarbiyasi bilan bo'lgan yoki norasmiy ishlagan. Unga yoshga doir pensiya emas, balki yoshga doir nafaqa tayinlangan bo'lishi mumkin. Odamlar buni ham pensiyam deb ataydi. Lekin oshirish tartibi pensiyanikidan farq qilishi mumkin. Kimning pensiyasi oshmaydi degan savolga birinchi javob, agar siz oladigan to'lov pensiya emas, balki qat'iy miqdorda belgilangan nafaqa bo'lsa va hozirgi oshirish aynan pensiyalarga tegishli bo'lsa, sizning to'lovingiz oshmasligi mumkin. Aksincha, agar qarorda aynan nafaqalar ham oshiriladi deb ko'rsatilgan bo'lsa, unda oshishi mumkin. Shuning uchun har safar oshdi degan xabarni eshitganda aynan qaysi to'lov turi oshirilayotganini tekshirish kerak. Ikkinchi holat, pensiya minimal darajaga yetkazib qo'yilgan bo'lsa.
Buni oddiy misol bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, bir insonning hisoblangan pensiyasi 720 ming so'm. Lekin davlat minimal kafolat sifatida uni 800 ming so'mgacha to'ldirib beradi. Ya'ni asli hisoblangan qismi 720 ming. Qo'shimcha to'ldirish aks olmaydi. Endi indeksatsiya natijasida asosiy qism 706 mingga ko'tarildi deylik. Yakunda davlat baribir 600 mingdan kam bermaydi. Natijada odam oldin ham 600 ming olgan, hozir ham 600 ming oladi. U meniki oshmadi deydi. Aslida ichki hisobda asosiy qismi oshgan, lekin qo'shimcha to'ldirish kamaygani uchun qo'lga tegadigan summa o'zgarmagan. Uchinchi holat, ushlab qolishlar bor bo'lsa, ayrim pensionerlarda aliment, kredit bo'yicha ijro hujjati, sud qarori, ortiqcha to'langan summani qaytarish, qarzdorlik yoki boshqa majburiy ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Masalan, Zokir aka 1 million 200 ming so'm pensiya olardi. Oshirishdan keyin pensiyasi 1 million 220 ming bo'ldi. Lekin undan har oy 120 ming so'm qarzdorlik ushlab qo'llanayotgan bo'lsa, kartaga tushgan pul oldingiga yaqin ko'rinishi mumkin. U oshmadi deb o'ylaydi, lekin aslida pensiya oshgan. Faqat ushlab qolish sababli qo'lga tegadigan summa o'zgarmagan yoki juda kam farq qilgan. 4-holat, ma'lumotlar bazasida xato yoki to'liq bo'lmagan ma'lumot. Bu juda muhim. Pensiya hisoblashda ish staji, ish haqi, diplom, harbiy xizmat, dekret davri, nogiron farzand parvarishi, ayrim imtiyozli ish davrlari kabi ma'lumotlar ahamiyatli bo'lishi mumkin. Agar bu ma'lumotlar tizimda ko'rinmasa, inson pastroq to'lov olayotgan bo'lishi mumkin. Keyin umumiy oshirish bo'lganda ham oshish kichik bo'ladi yoki odam kutgan darajada bo'lmaydi. Masalan, Dilorom opa 25 yil maktabda ishlagan, lekin mehnat daftarchasida 1994 yildan 1998 yilgacha bo'lgan davr yozuvi noaniq, muhr ko'rinmaydi. Pensiya tayinlashda bu davr to'liq hisobga olinmagan bo'lsa, uning pensiyasi kamroq chiqqan bo'ladi. Keyingi oshirishlar ham shu kam bazdan hisoblanadi. Demak, masalaning ildizi hozirgi oshirishda emas, pensiya tayinlangan paytdagi staj yoki ish haqi ma'lumotlarda bo'lishi mumkin. 5-holat, ishlayotgan pensionerlar. Ayrim mamlakatlarda yoki ayrim tartiblarda ishlayotgan pensionerning pensiyasi to'liq indeksatsiya qilinmasligi, ayrim ustamalar berilmasligi yoki qayta hisoblash uchun alohida shartlar bo'lishi mumkin. O'zbekistonda ham amaldagi tartiblarni har doim yangilab tekshirish kerak. Chunki ishlayotgan pensionerlarga nisbatan qoidalar vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin. Men har doim shuni aytaman. Agar siz pensiya yoshida bo'lsangiz va rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, pensiya bo'limidan aynan mening ishlayotganim pensiya miqdorimga qanday ta'sir qiladi deb yozma yoki rasmiy tushuntirish oling. 6-holat, standart yosh to'lovi deganda nima nazarda tutilayotganini aniq bilmaslik. Standart yosh to'lovi odatda yoshga yetganlik asosida beriladigan belgilangan miqdordagi ijtimoiy to'lov sifatida tushuniladi. Bunday to'lovda sizning 3 yil ishlaganingiz yoki umuman ishlamaganingiz har doim ham bir xil rol o'ynamaydi. Chunki uning vazifasi mehnat tarixini mukofotlash emas, balki minimal yashash kafolatini berishdir. Shuning uchun bunday to'lovlar oshirilsa, hamma uchun bir xil summaga oshishi mumkin. Oshirilmasa, hech kimga oshmasligi mumkin. Faqat ayrim toifalar uchun oshirilsa, qolganlarga ta'sir qilmasligi mumkin. Endi eng ko'p e'tibordan chetda qoladigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Pensiya oshdi degan xabar hali sizning kartangizga darhol pul tushadi degani emas. Ba'zan qaror kuchga kirish sanasi, hisob-kitob sanasi va to'lov sanasi boshqa bo'ladi. Masalan, oshirish ili sanadan belgilanishi mumkin. Lekin bank kartasiga yangi summa keyingi to'lov oyida tushadi. O'tgan davr uchun farq keyin qo'shib berilishi ham mumkin. Shuning uchun birinchi oyda vahima qilmaslik kerak, lekin ikkinchi oyda ham farq bo'lmasa, albatta tekshirish kerak. Ikkinchi nozik jihat, ayrim to'lovlar faqat ariza asosida qayta ko'rib chiqiladi. Masalan, sizda yangi hujjat topildi. Eski ish joyingizdan ish haqi ma'lumotnomasi, stajni tasdiqlovchi arxiv hujjati, harbiy xizmat davri, farzand parvarishi davri yoki imtiyozli ish sharoitini tasdiqlovchi ma'lumotnoma. Bunday hujjatlar o'z-o'zidan pensiya jamg'armasiga borib qolmaydi. Siz olib borib taqdim qilmasangiz, tizim eski ma'lumot asosida to'lashda davom etishi mumkin. Uchinchi nozik jihat. Plastik kartaga tushgan summa bilan tayinlangan pensiya miqdori bir xil bo'lmasligi mumkin. Odamlar ko'pincha faqat kartaga tushganga qaraydi. To'g'ri, amalda odam uchun eng muhimi qo'liga tegadigan pul. Lekin huquqiy jihatdan sizning tayinlangan pensiyangiz, ustamalar, ushlab qolishlar
va bankdagi harakatlar alohida tekshiriladi. Shuning uchun pensiya oshgan oshmaganini bilish uchun faqat SMSga qarash yetmaydi. Pensiya bo'limidan hisob-kitob varaqasi yoki ma'lumot so'rash kerak. 4-nozik jihat. Yashash joyi o'zgarganda yoki hujjatlar yangilanganda uzilish bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner bir tumandan boshqa tumanga ko'chdi. Ro'yxatdan o'tish manzili o'zgardi. Pasport yoki ID karta almashtirildi. Bank kartasi muddati tugadi. Telefon raqami o'zgardi. Bunday oddiy ko'rilgan holatlar ham to'lovda kechikish yoki noto'g'ri ma'lumotga sabab bo'lishi mumkin. Agar siz ko'chgan bo'lsangiz, hammasi avtomatik bo'ladi deb kutib o'tirmang. Yangi manzil bo'yicha pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. 5-nozik jihat. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik, nogironlik va yoshga doir to'lovlar bir-biriga aralashib ketadi. Oilada bir kishi bir nechta asos bo'yicha pul olishi mumkin deb o'ylaydiganlar bor. Lekin qonunchilikda bir vaqtning o'zida qaysi to'lovlarni olish mumkin, qaysilardan bittasini tanlash kerakligi aniq belgilanadi. Masalan, odam nogironlik pensiyasi olayotgan bo'lsa, yoshga doir pensiya yoshiga yetgach, qaysi biri foydaliroq ekanini hisoblatishi kerak. Ba'zan yoshga doir pensiyaga o'tish foydali bo'ladi, ba'zan esa avvalgi to'lovni saqlab qolish ma'qul. Bu masalada taxmin bilan qaror qilish mumkin emas. 6-nozik jihat rasmiy va norasmiy ish staji farqi. Ko'pchilik men 35 yil ishlaganman deydi. Men bunga doim bitta savol beraman. Shu 35 yilning nechta yili hujjatda bor? Chunki odam bozor rastasida ishlagan, qurilishda yollama ishlagan, fermer xo'jaligida mavsumiy ishlagan. Qarindoshining do'konda sotuvchi bo'lgan bo'lishi mumkin. Hayotiy jihatdan bu mehnat, albatta. Lekin pensiya hisobida hujjat bilan tasdiqlanmagan davrni kiritish qiyin. Shuning uchun yoshlar ham, pensiyaga yaqinlar ham rasmiy ish, elektron mehnat daftarchasi, soliq va ijtimoiy to'lovlar masalasiga befarq bo'lmasligi kerak. 7-nozik jihat arxiv hujjatlarining yo'qolganligi. Ayniqsa 1990-yillar, 2000-yillar boshidagi korxonalar yopilib ketgan. Nomi o'zgargan, arxivga topshirilmagan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda odam endi hech narsa qilib bo'lmaydi deb o'ylamasin. Avval tuman yoki shahar arxiviga, keyin korxonaning huquqiy vorisi bor yo'qligiga. Soliq organlaridagi ma'lumotlarga, mehnat daftarchasidagi yozuvlarga, sud orqali stajni tasdiqlash imkoniyatiga qaraladi. Bu oson jarayon emas, lekin ba'zan bir necha yil staj qo'shilishi pensiyani sezilarli oshiradi. 8-nozik jihat. Qo'shimcha ustamalar. Ayrim pensionerlarga yoshi, sog'lig'i, urush yoki mehnat faxriyligi, nogironligi, parvarishga muhtojligi, alohida xizmatlari yoki boshqa asoslar bo'yicha ustamalar berilishi mumkin. Lekin bularning hammasi avtomatik aniqlanmasligi mumkin. Agar sizda tegishli guvohnoma, tibbiy xulosa, faxriy unvon yoki boshqa hujjat bo'lsa, uni albatta pensiya jamg'armasiga taqdim etish kerak. Ular o'zlari biladi degan fikr har doim ham to'g'ri emas. 9-nozik jihat. Pensiya qayta hisoblanganda hamma vaqt katta o'sish bo'ladi degan kafolat yo'q. Ba'zan odam yangi hujjat olib keladi. Lekin u davr allaqachon hisobga olingan bo'ladi. Yoki ish haqi ma'lumotnomasi kutilganidek yuqori ta'sir qilmaydi. Yoki qonundagi cheklovlar sababli pensiya birozgina oshadi. Shunga qaramay, tekshirtirish foydali. Chunki siz kamida o'z huquqingiz to'liq hisoblanganini bilib olasiz. Endi eng muhimi siz nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, o'zingiz olayotgan to'lov turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi? Yoshga doir nafaqa olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi? Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasimi? Ijtimoiy nafaqami yoki kompensatsiyami? Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limidan yoki rasmiy elektron xizmatlar orqali ma'lumot oling. Savolni aniq bering. Menga tayinlangan to'lovning nomi turi qanday? Ikkinchi qadam. Tayinlangan summa va qo'lga tegadigan summani ajrating. Pensiya bo'limidan hisob-kitob ma'lumotini so'rang. Unda asosiy pensiya, ustama, qo'shimcha to'lov, ushlab qolishlar va yakuniy to'lov ko'rsatilishi kerak. Agar kartaga kam tushayotgan bo'lsa, sababini shu yerda ko'rasiz. Ehtimol pensiya oshgan, lekin qarzdorlik ushlab qolinayotgandir. 3-qadam, ish stajingizni tekshiring. Mehnat daftarchangizni, elektron mehnat tarixingizni. Eski buyruqlar nusxasini, ishga kirish va ishdan bo'shash haqidagi ma'lumotlarni ko'rib chiqing. Agar biror davr tushib qolgan bo'lsa, uni tiklashga harakat qiling. Eski korxona mavjud bo'lsa, o'sha joydan ma'lumotnoma oling. Korxona yopilgan bo'lsa, arxivga murojaat qiling. 4-qadam, ish haqi ma'lumotlarini tekshiring. Pensiya miqdoriga faqat staj emas, ayrim hollarda ish haqi ham ta'sir qiladi.
Agar siz yuqori maosh olgan davringiz hujjatlarda ko'rinmay qolgan bo'lsa, pensiya past hisoblangan bo'lishi mumkin. Masalan, inson oxirgi yillarda past maoshga lekin oldin yaxshi lavozimda ishlagan bo'lsa, tegishli davr bo'yicha ma'lumotnoma pensiya hisobida foydali bo'lishi mumkin. Buni mutaxassisga hisoblatish kerak. 5-qadam shaxsiy hujjatlarni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, JSHIR, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, harbiy bilet, diplom, nogironlik ma'lumotnomasi, faxriy unvon guvohnomasi, parvarishga muhtojlik haqidagi tibbiy xulosa kabi hujjatlarni bir joyga yig'ing. Familiya o'zgargan ayollarda bu ayniqsa muhim. Mehnat daftarchasida eski familiya, pasportda yangi familiya bo'lsa, bog'lovchi hujjat bo'lmasa, stajni tasdiqlashda muammo chiqishi mumkin. 6-qadam. Pensiya jamg'armasiga og'zaki emas, yozma murojaat qiling. Men odamlarga har doim shuni maslahat beraman. Agar masala oddiy ma'lumot olishdan jiddiyroq bo'lsa, ariza yozing. Arizada shunday mazmun bo'lishi mumkin. Menga tayinlangan pensiya miqdorini qayta tekshirib berishingizni, ish stajim va ish haqi ma'lumotlarim to'liq hisobga olingan-olinmaganini aniqlab berishingizni so'rayman. Arizaga hujjatlar nusxasini ilova qiling. Arizangiz ro'yxatdan o'tganini tasdiqlovchi raqam yoki belgi oling. 7-qadam. Javobni diqqat bilan o'qing. Agar javobda asos yo'q deyilsa, nega asos yo'qligi yozilishi kerak? Qaysi davr hisobga olinmagan? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi norma qo'llangan? Bularni tushunishga harakat qiling. Agar javob noaniq bo'lsa, yuqori turuvchi tashkilotga yoki huquqiy maslahatga murojaat qiling. 8-qadam. Bank kartangiz va to'lov kanalingizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi, bloklanmaganmi, bank rekvizitlari o'zgarmaganmi, telefon raqami to'g'rimi? Ba'zan pensiya hisoblangan bo'ladi, lekin texnik sabab bilan tushmaydi. Bunday holatda pensiya jamg'armasi va bank o'rtasidagi ma'lumotni solishtirish kerak. 9-qadam. Oiladagi pensionerlarga yordam bering. Keksa odamlar ko'pincha hujjat yig'ish, ariza yozish, elektron xizmatlardan foydalanishda qiynaladi. Farzandlar, nevaralar, qarindoshlar bu masalada yordam berishi kerak. Bir kun vaqt ajratib, onangiz yoki otangizning pensiya hujjatlarini tekshirib qo'ysangiz, ehtimol ularning oyma-oy daromadi oshishi mumkin. 10-qadam. Yangilikni manbasidan tekshiring. Ijtimoiy tarmoqlarda hammaning pensiyasi 2 barobar oshadi yoki falon toifa umuman pul olmaydi degan vahimali xabarlar ko'p bo'ladi. Bunday xabarlarga darhol ishonmang. Rasmiy qaror, pensiya jamg'armasi ma'lumoti, davlat xizmatlari portali yoki ishonchli huquqiy manbalarni tekshiring. Agar qarorda pensiyalar, nafaqalar, kompensatsiyalar, minimal miqdorlar alohida yozilgan bo'lsa, aynan sizning to'lovingiz qaysi bandga tushishini aniqlash kerak. Real hayotiy misollar orqali yana mustahkamlayman. Birinchi misol. Rustam aka 20 million 100 ming so'm yoshga doir pensiya oladi. Umumiy indeksatsiya bo'ldi va uning pensiyasi 10% ga oshdi. Hisob bo'yicha yangi summa 20 million 200 ming so'm bo'ldi. Agar ushlab qolish bo'lmasa, u keyingi to'lovda farqini ko'radi. Bu holatda xavotirga o'rin yo'q, o'sha avtomatik bo'lishi kerak. Ikkinchi misol. Saodat opa 80 ming so'm atrofida minimal darajaga yetkazilgan to'lov oladi. Uning asosiy hisoblangan qismi past. Davlat qo'shimcha to'ldirib beradi. Oshirishdan keyin asosiy qism biroz ko'tarildi. Lekin umumiy kafolatlangan summa o'zgarmagan bo'lsa, qo'lga tegadigan pul o'sha qoladi. Bu xato bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir hisob-kitob varaqasini olib tekshirish kerak. 3-misol. Otabek aka pensiyada, lekin rasmiy ishlaydi. U oshirish bo'lganini eshitdi, lekin kartasiga kamroq farq tushdi. Sabab, undan eski ortiqcha to'lov ushlab qolinmoqda yoki ishlayotgan pensioner sifatida ayrim ustama unga tatbiq etilmayapti. Bu yerda umumiy gap bilan hukm chiqarib bo'lmaydi, individual hisob-kitob kerak. 4-misol. Gulnora opa 12 yil rasmiy ishlagan, keyin uzoq vaqt norasmiy mehnat qilgan. U yoshga doir nafaqa olmoqda. Pensiyalar oshgani haqidagi xabarni eshitib, u ham oshadi deb kutdi. Lekin qaror faqat pensiyalarning ayrim qismiga tegishli bo'lsa, uning nafaqasi o'zgarmasligi mumkin. Demak, avvalo to'lov turini aniqlash kerak. 5-misol. Karim aka pensiyaga chiqqanda eski ish joyidan ma'lumotnoma topa olmagan. Keyin arxivdan 7 yillik ish stajini tasdiqlovchi hujjat topildi. U ariza berdi, pensiyasi qayta hisoblandi va oshdi. Bu shuni ko'rsatadiki, pensiyani faqat davlat oshirishini kutib o'tirmaslik kerak. Ba'zan o'zingizning hujjatlaringizni to'g'rilash eng katta natija beradi. Bugungi mavzuda eng asosiy fikr shuki,
pensiya yoki yoshga doir standart to'lov oshishi hamma uchun bir xil ishlamaydi. Kimdir avtomatik ko'proq pul oladi. Kimdir minimal kafolat sababli farq sezmaydi. Kimdir ushlab qolishlar tufayli oshishni ko'rmaydi. Kimdir esa umuman boshqa turdagi nafaqa olayotgani uchun oshirish unga tegishli bo'lmasligi mumkin. Men sizga maslahat beraman. To'lov turini aniqlang. Hisob-kitob varaqasini oling. Staj va ish haqi hujjatlaringizni tekshiring. Kerak bo'lsa yozma ariza bering. Taxmin bilan yashamang, hujjat bilan gapiring. Agar sizning pensiyangiz oshmagan bo'lsa yoki atrofingizda shunday odamlar bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi to'lovni olasiz, qancha edi, qancha bo'ldi, qanday muammo chiqdi. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki pensiya masalasida bilgan odam yutadi. Bilmagan odam esa o'z haqini ham vaqtida talab qila olmay qoladi.